Assalomu alaykum. Ayni dam jumboqli quti yana xonadoningiz mehmoni. Bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchisi kim ekanligiga qiziqyapsizmi? Unda bizdan uzoqlashmang. Toshkentda qoling. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni el suygan san'atkor, xushovoz xonanda Ulug'bek Hamroyev. آن کسی را که تو میجویی کای خیال تو بسر دارم بس کن ناله و زاری را بس کن که یار دیگر دارم آن کسی را که تو میجویی کای خیال تو بسر دارم بس کن ناله و زاری را بس کن که یار دیگر دارم بس کن ناله و زاری را بس کن که یار دیگر دارم تو دیگرش کرد مرزم تو دیگر خود رو مسوزم زندگی از تو امیدم عاشقی رنگی دیگر دارم تو دیگرش کرد مرزم تو دیگر خود رو مسوزم زندگی از تو امید است عاشقی رنگی دیگر دارست آن کسی را که تو میجویی کای خیال تو بسر دارم بس کن ناله و زاری را بس کن که یار دیگر دارم بس کن ناله و زاری را بس کن که یار دیگر دارم بس کن که یار دیگر دارست بس کن که یار دیگر دارم Kelibsiz. Rahmat. Kayfiyatlar a'lomi? A'lo. Ko'rsatuvni ko'rgansiz, to'g'rimi? Ha, kuzatganman. Demak, tasavvur bor. Bor. Shunday bo'lsa-da, men hozir sizni ko'rsatuv shartlari bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Mana qarshingizda bir nechta qutilar turibdi. Bu qutilar ichiga narsalar berkitilgan. Siz shu quti ichidagi narsani topishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun men sizga bir nechta ta'riflar beraman. Siz har bir ta'rifdan keyin 3 ta javob variantini aytishingiz lozim. Ta'riflar borgan sari soddalashib boraveradi. Qaysi bosqichda topish esa bu sizning topqirlik mahoratingizga bog'liq bo'ladi. Shu joyda aytib o'taman, agarda siz bosqichlardan a'lo darajada o'tsangiz, ko'rsatuvimiz tomonidan siz uchun maxsus tayyorlangan sovg'amiz bor. Ushbu sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin. Shu joyda lekin degan so'z bor. Harakat qilamiz. Mabodo aksi bo'lsa, sovg'adan mahrum bo'lasiz. Bo'ldi. Demak, topqirlik mahoratini sinovdan o'tkazishga tayyormisiz? Tayyorman. Unda boshladik. Marhamat, qutilardan birini tanlang. Qaysi biri? Qaysi biri ko'zingizga
aniqroq ko'rinyapti. Endi Aslida buni- qutilarimiz rang jihatdan bir xil, shakl jihatdan har xil. Lekin son jihatdan farqi bor. 5. Son 5 jihatdan bo'lsin. to'g'ri. 5 bo'lsin. Demak, 5-quti. Ha. 5 raqamini tanlaganingizni ham bir tomondan bir sababi bor. Ishim 5 bo'lsin deyapsiz. Shu ma'noda. Menimcha shunaqa. Shunaqa. Xo'p. Birinchi bosqichning birinchi tarifi, diqqat bilan eshiting. Uning dumaloq va uzun shakldagilari bor. Quti ichidagi narsaning dumaloq yoki uzun shakldagilari bor ekan. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Endi bu İstesangiz qutini silkitib, ko'tarib ko'rsatishlari mumkin. mana bitta ko'raylikchi. Marhamat. Bu Tovush bor. tovush bor. Mana bu nima bu? Jonzotmi yo jonsizmi? Bo'lishi mumkin. Jonzot ham bo'lishi mumkin. Jonsiz narsa ham bo'lishi mumkin. Jumboqli qutida barchasi bo'lishi mumkin. Dumaloq. Ta'rifni takrorlayman. Uning dumaloq va uzun shakldagilari bor. Mana ta'rifni eshitdingiz, xayolingizga nima keldi? Toshbaqa deb o'yladim. Toshbaqa. Ha. Yaxshi. Dumaloqda endi u. Qabul qilaylikmi? Yana nima bo'lishi mumkin? Mana. Qabul qiling desangiz biz qabul qilamiz. Odatda birinchi ta'rif umumiy bo'ladi. Siz ham bemalol taxmin qilishingiz mumkin. Bo'ldi, qabul qiling. Demak, toshbaqa Ha? birinchi bosqichning birinchi ta'rifiga birinchi javob variantini toshbaqa deb berdingiz. Biz qabul qildik. Javob noto'g'ri. Nima ekan bu? Keyingi javob variantini berishingiz mumkin. Mhm. Sizda imkoniyatlar bor. Mabodo ikkinchi va uchinchi javob variantlari bo'lmasa, biz keyingi ta'rifga o'tamiz. Bo'lsa bering, taxmin bo'lsa. Dumaloq va uzun. Nima bo'lishi mumkin? Xayolingizga nima kelyapti? Uning dumaloq va uzun shakldagilari bor. Ha, dumaloq va uzun shakllari bor? Shakldagilari bor. Ha. Quti ichidagi narsaning, ya'ni. Ha. Dumalog'i ham bor, uzunchog'i ham bor. Shunday. Bo'lmasa nima bo'lishi mumkin? Javob bormi sizda? Bu ta'rif uchun. Yoki galdagi ta'rifga o'taylikmi? Galdagi ta'rif. Demak, sizda birinchi ta'rif uchun ikkinchi va uchinchi javob variantlari yo'q. Biz keyingi ta'rifga o'tamiz. Birinchi bosqichning ikkinchi ta'rifi. Undan murabbo va sharbatlar ham tayyorlash mumkin. Quti ichidagi narsadan murabbo, sharbatlar tayyorlanar ekan. Uni oilani uzunchoq. Endi qovun Ta'rifga- tarvuz ham bo'lishi mumkin. Tarvuz. Xo'p, Chunki uni ham uzunchog'i ham chiqibdi bir payt. xo'p, yaxshi. Qabul qiling desangiz, biz qabul Endi qilamiz. o'shandan sharbat qilinadi. Aslida ko'p narsadan tayyorlash mumkin. Murabbo, sharbatlarni, to'g'rimi? Ko'p mevalardan tayyorlash mumkin. Xo'p, Endi boshqa yana nima bo'lishi mumkin? Faqat shu tarvuz kelyapti xayolimga. Chunki o'sha tarvuzning uzunchog'i ham bor, aylanasi ham bor-da. Qovun u handalak boshqa narsa-da u. Qovun boshqa narsa. xo'p, Endi bu savolda xo'p, mumkin bering. bo'lsa, bu poliz mahsulotlariga kiradimikan? Bo'lishi mumkin, Yoki bo'lmasligi ham mevamikin? mumkin, lekin ta'rifdan bilib oldingiz, bu iste'mol qilinadigan narsa ekanligini. Murabbo, sharbatlar tayyorlanar ekan. Ta'rifda aytib turibdi, iste'mol qilinadigan narsa. Tarvuz dedim endi men hozir. Boshqa narsa kelmadi. Demak, javob variantingiz Tarvuz? tarvuz. Qabul qilaylikmi? Yoki galdagi ta'rifni ham eshitib ko'rasizmi? Eshitib ko'raylik. O'zgartirasizmi mabodo yoki bitta eshitib qat'iylashadimi?
Beraylikmi? Demak, birinchi bosqichning 3-tarifi diqqat bilan eshiting. Uning erta pishar navlari aprel oxiri hamda mayning boshi bilan tayyor bo'ladi. Erta pishar navlari bor ekan. Quti ichidagi narsani. Voy. Erta pishar navlari aprel oxiri hamda may oyining boshida tayyor bo'lar ekan. Nima ekan? Mana sizga yanada kengroq ma'lumot berildi. Ha, shunaqa-yu, lekin nima bo'lishi mumkin? Shu joyda aytib o'taman, biz chalg'itib ham qo'yishimiz mumkin. E'tiborga oling. Yo'q-a? Shunday. Yana bitta qimirlating-da shuni. Marhamat. Bu ancha og'ir narsa-da u. Tovushidan og'ir deb o'ylayapsiz-a? Ha, og'irroq. Xo'p. Javob variantingiz yuqorida berilgan o'zgardimi yoki qoldingizmi? Yo, o'shanda qoldim, hali yo'qda boshqa variant. Shunda javob variantingiz Endi u yana lekin tarvuzlar iyulda pishadi-da u. May oxirida. erta pishar navlari deyilyapti. Xo'p, qolasizmi, o'zgartirasizmi? Bering. Men qoldim-da, boshqa. Nimada qoldingiz? Tarvuzda. Demak, tarvuz-a? Ha, Javob variantingiz. Qabul qilaylikmi? Hm? Yoki imkoniyat ham berib ko'raylikmi siz? Yo, imkoniyat bo'lsa bering. Beraylikmi? Demak, Imkoniyat. qat'iy emas, qat'iylashmadi yuqoridagi yo'q, javob varianti. Yo'q. Imkoniyatni ham eshitib ko'ring. To'ni beqasam, ichi esa duxobadek qizil. Tarvuzda? Qat'iylashar-mikan deb Ha, ana endi galdagi ta'riflar berildi sizga. Ha, Qat'iylashmadi lekin. endi qat'iylashdi. Imkoniyatdan keyin Ha, qat'iylashdi. ha, ha. Chunki yo, o'zi tarvuzda qoluvdim. Ba'zan ham boshqachasi bo'lishi mumkin emas edi. Lekin yana bir o'zimga ishonch. Oxirigacha borib ishonch hosil qildingiz. Endi qildim, ha. Tarvuzmi shunda? Tarvuz. Qutini ochamiz. Marhamat. Boshqa so'zga hojat yo'q. Chunki imkoniyatni aytib turibdi. Ichimdan-da tarvuz edi. Men o'yladim, tarvuz bo'lsa kattaroq bo'ladi, tarvuzni kichkinasimi ekan qutida dedim. Bo'lib ham qo'ysa bo'lar ekanda. Jumboqli qutida chiqadi. Lekin Ama o'sha katta narsa ham, kichkina narsa ham. boshqa mevalarda uzunchog'i-yu unaqa dumalog'i bo'lmaydi-da. Shu birinchi xayolim kelgan tarvuz, chunki shu dumalog'i ham bor, uzunchog'i ham bor-da uni. To'g'ri. Topdim. Lekin siz bittada qabul qiling demadingiz. Ikkilanishlar bo'ldi. Ha. Lekin imkoniyatdan keyin qat'iylashdi. Sizni tabriklaymiz. Rahmat. Siz to'g'ri javobni berib, ikkinchi bosqichga o'tdingiz. Rahmat. Demak, ikkinchi bosqich. Marhamat, yana qutilardan birini tanlang. Qaysi biri? 3. Uchinchi quti. Ikkinchi bosqichning birinchi tarifi, diqqat bilan eshiting. Aslida javobi ichida, tarifni ichida e'tibor berilsin. Biz uy ro'zg'orda undan doim foydalanamiz. Quti ichidagi narsadan uyda, oilada doimo foydalanilar ekan. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Yuqorida aytib o'tdim, oddiy, umumiy bo'ladi. Birinchi tarif. Marhamat, silkitib ko'rsatamiz. Yaxshigina ovoz chiqdi qutidan. Endi uy jihozlari ko'p-ku. Endi Uy ro'zg'orda undan doim foydalanamiz. Quti ichidagi narsadan, quti hajmidan kelib chiqib har narsa tanlang piyola variantni. bo'lishi mumkin, pichoq bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Anu nima deydi uni? Sabzi to'g'raydi-yu. Paxtakach. Paxtakachmi? Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Xo'p. Ko'proq foydalanadi-da. Endi piyola, choynak desam, choynak emas. Xo'p, qaysi birini qabul qilaylik? Sizda variantlar bo'ldi hozir. Mana shu taxtakach bo'lishi mumkin-da, og'irligidan. Paxtakach. Ha, og'ir.
pichoq bo'lganda sal Tovushidan og'ir deb o'ylayapsiz. Tovushi boshqacharoq chiqardi. Xo'p, qabul qilaylikmi? Taxtakash Demak, siz ikkinchi bosqichning birinchi ta'rifiga birinchi javob variantini taxtakach deb berdingiz. Demak, uy ro'zg'orda ko'p foydalanamiz. To'g'rimi? Shu fikrdasiz. Biz qabul qildik. Javob yana topmadim. to'g'ri aytdingiz. Yo'q. To'g'rimi? Topmadingiz. Javob xato edi. Ana. Yana topmadim dedingiz. To'g'ri aytdingiz. Bir xursand qilay debsiz-da endi. Xo'p, variant Keyingi javob variantini berishingiz mumkin. Sizda bormi? Ikkinchi javob varianti. yana nima Birinchi bo'lishi? ta'rif uchun. Taxtakash emas ekanda bu-da. Xato dedik. Xato. Shunday. Nima bor? Pichoq bor endi, pichoq. Biz uy ro'zg'orda undan doim foydalanamiz. Shuda Ko'p kerak bo'ladi demak. shu demak o'sha pichoq ham bo'lishi mumkin-da bu. Qabul qiling desangiz qabul Oshxonada qilamiz. asosan eng kerakli narsa pichoqda. Hop, Pichoq deylik. qabul qilaylik. Ha. Qabul qildik. Javob noto'g'ri. Javob xato edi. Sizda imkoniyatlar ko'p. Bemalol taxmin qilsangiz bo'ladi birinchi ta'rif uchun. Mabodo javob varianti bo'lmasa, uchinchisi. Keyingi ta'rifga o'tishimiz mumkin. Shu shartni keyingi ta'rifiga-da. Shunday. Keyingi ta'rifda yanada ochiqlanadi, soddalashadi ta'rif. Hozir men bitta variant aytsam yutamanmi yo aytmasdan ta'rifga o'tsam yaxshiroqmi? To'g'ri javobni aytsangizgina yutasiz. Ta'rifdan ta'rifga o'tishning ahamiyati yo'q. Faqat soddalashgan eng oson ta'rifdan topishingiz mumkin, agarda Ha. sakrasangiz. Nima bo'lishi mumkin yana? Endi ko'proq ayollar biladi oshxona, to'g'rimi? Nima? Sizda imkoniyatlar ko'p. Hay. Yana bitta variant aytib ko'ramiz Hop, bo'lmasa. bering. Pichoqni aytdik, taxtakash aytdik. Piyoladan ham foydalanamiz, to'g'rimi? Oddiy piyola. Piyola bo'lsa, Piyola. piyola. Qabul qilaylikmi? Ha? Demak, siz ikkinchi bosqichning birinchi ta'rifiga uchinchi javob variantini piyola deb berdingiz. Biz qabul qildik. Javob xato. Demak, sizlar bu savolni berishdan oldin bir narsa analiz qiladi-da, agar oshxona nimalari bo'lsa, xayolimizga keladigan birinchi narsa pichoq, mana shunaqa narsalar. Ana esda kam qoladigan narsa ekanda bo'lmasa bu. Aslida har kuni ko'rasiz. Har kuni ishlataman. Ishlatasiz. Siz birinchi ta'rifga 3 ta javob variantlarini berdingiz. Afsuski javoblar xato edi. Biz keyingi ikkinchi ta'rifga o'tamiz. Demak, ikkinchi bosqichning ikkinchi ta'rifi. Uning turli mahsulotlardan tayyorlangan turlari bor. Nimasi bor? Uning, ya'ni quti ichidagi narsaning turli mahsulotlardan tayyorlangan turlari bor ekan. Turli mahsulotlardan tayyorlanar ekan quti ichidagi narsa. Hayolingizga nima keldi? Yeydigan narsa emasda, ishlatadigan narsa, to'g'rimi? Bu ta'riflar davomida ochilishi mumkin. Lekin biz birinchi ta'rifda foydalanamiz dedik. Demak, ishlatamiz. Ta'riflarni sizga eslatib o'taman. Biz uy ro'zg'orda undan doim foydalanamiz. Uning turli mahsulotlardan tayyorlangan turlari bor. Ana sizga ikkita ta'rif. Foydalanamiz. Demak, ishlatamiz quti ichidagi narsani. Ishimiz tushadi. Kerakli narsa.
ikkinchi tarif uchun sizda hech qanday javob variantlari bo'lmasa, biz uchinchi tarifga o'tishimiz mumkin. Demak, yo'q sizda shu joyda. Yo'qmi? Taxmin bo'lsa-da yo'q. Demak, ikkinchi bosqichning uchinchi tarifi. Diqqat bilan eshiting. Bu ancha soddalashgan, ochiqlangan tarif. Topmaslikning sira ham iloji yo'q. To'g'ri javobni, ya'ni. Odatda piyoladan kattaroq bo'lib, mashhur iborada uning nomi ishlatiladi. Takrorlayman. Kosa nimkosa, kosa bo'lishi kerak. Odatda piyoladan kattaroq bo'lib, mashhur iborada uning nomi ishlatiladi. Shu kosa nimkosa deydi-ku, men kosa. 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 Qabul qiling desangiz qabul qilamiz. Qabul qiling. Qabul qilaylikmi? Aniqmi? Ha? Bu javobga ishonchingiz komilmi? Iborani mana aytib o'tdingiz. Chindanda chunki- shu iborada uning nomi ishlatiladi. Kosa nimkosa deyiladi. Xalqimizda shunaqa gap bor. Aha. Piyoladan kattaroq bo'lsa kosada lagan emas lekin kosa. Kosa. Shu joyda qutini ochaylikmi? Yana bitta Ay, ko'tarib. hali ham ishonchingiz komil emasmi? Yana bitta ko'ray. Iborani ham aytib o'tdingiz. Marhamat. Tovush kerak ekan demak. Kosa, kosa, kosa. 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 Qutini ochaylikmi? Yoki to'g'ri, noto'g'ri ekanligini aytaylikmi? Qaysi biri? To'g'ri, noto'g'riligini ayting. Ha, eshitmoqchisiz, Ha. ha? Qabul qilaylikmi? Kosani? Kosa bo'lish kerak, ha. Qabul qildik. Javob Noto'g'ri emas lekin to'g'ri bo'lish kerak. Yana bilmadim. deya olmaymiz. Ha. Noto'g'ri deya olmaymiz. Javobingiz to'g'ri edi. Marhamat, qutini ochamiz. Bu chindanda kosa. Iborani ham to'g'ri keltirib o'tdingiz. Mana. Sizni tabriklaymiz. Rahmat. Siz to'g'ri javobni berib, 3-bosqichga o'tdingiz. Bunga qat'iy javob berdim, ha? Ishonch bilan. Lekin oching demadingiz baribir qutini. Yana endi Ikkilanish bor edi ozgina. ozgina. Bor edi. Bu Lekin sezildi. javobim aniq edi, chunki kosa piyoladan kattaroq kosada boshqa narsa bo'lishi mumkin. Tarifda aytib o'tilgan. Ibora ham, Hisobni topgani? hisob. Shu joyda sizdan qo'shiq tinglaymiz. باغدرایت تو تیجان چار باغدرایت تو تیجان باغدرایت تو تیجان چار باغدرایت تو تیجان کاش که من قلپاق شوم بسری تو تیمی شدم کاش که من رومال شوم بسری تو تیمی شدم باغدرایت تو تیجان چار باغدرایت تو تیجان باغدرایت تو تیجان چار باغدرایت تو تیجان کاش که من گجک شوم بزلفی تو تیمی شدم کاش که من اوزک شوم به دستی تو تیمی شدم
شب پایش میکنم کوشکش تنگی کند صدقه پایش میکنم کوشکش تنگی کند صدقه پایش میکنم باغ درآید توتی جان چار باغ درآید توتی جان باغ درآید توتی جان چار باغ درآید توتی جان کاشکی من قلپاق شوم بس سری توتی میشدم کاشکی من گجک شوم بس زلفی توتی میشدم Demak, 3-bosqich. Marhamat, yana qutilardan birini tanlang. Bir. Qaysi biri? Bir. Demak, birinchi quti. Auditoriya jim o'tiramiz. 3-bosqichning birinchi tarifi. Bu o'zbek xalqining milliy qadriyatlarini aks ettiruvchi, kundalik va bayram liboslarini to'ldirib turadigan an'anaviy buyum hisoblanadi. Ya'ni quti ichidagi narsa. Qutida nima bor, nima berkitilgan? Ta'rifni eshitdingiz. Marhamat, qutini silkitib ko'rsatsinlar. Marhamat. Quti bilan polni bittami deymanda bu? Bo'sh chiqdimi? Ha, ozgina. Ta'rifni agar mumkin bo'lsa yana bir marta. Takrorlayman ta'rifni. Diqqat bilan eshiting. Bu o'zbek xalqining milliy qadriyatlarini aks ettiruvchi, kundalik va bayram liboslarini to'ldirib turadigan an'anaviy buyum hisoblanadi. An'anaviy buyum. Nima bo'lishi mumkin? Xayolingizga nima keldi mana? Ta'rifni eshitgan zahotiyoq. Bilmasam. Bu foydalanadimi? Albatta. Foydalanamiz. Bilmadim, musiqiy instrumentmikan? Bo'lishi mumkin. Bo'lmasligi ham mumkin. Doiramikan? Qabul qiling desangiz bilib olamiz nimaligini. Shu doira dedimda men. Doira. Endi kiyimlar desam, milliy kiyimlar desam, bunaqa ovoz chiqmadi, boshqa narsa. Shu musiqiy instrumentmikan? Mana o'zimizda milliy cholg'u asboblarimiz bor-ku. Shunday. Doira deb o'yladimda men. Ta'rifni sizga yana takrorlayman. Eshiting. Bu o'zbek xalqining milliy qadriyatlarini aks ettiruvchi, kundalik va bayram liboslarini to'ldirib turadigan an'anaviy buyum hisoblanadi. Liboslarni to'ldirib turuvchi? Do'ppimi? Do'ppimi? Endi so'ramang. Qabul qiling desangiz biz qabul qilamiz. Ha, yo'q demayman-ku baribir. Milliy liboslarni to'ldirib turuvchi. Taqinchoq. Agarda sizda ikkilanishlar ko'p bo'lsa, hech qanday aniq javob bo'lmasa, keyingi tarifga o'tishimiz mumkin. Keyingisiga o'taylikchi. Yaqinroq kelarmizmi? Siz 3-bosqichdasiz, finaldasiz, o'ylab javob bering. Demak, 3-bosqichning ikkinchi tarifi. Uning erkaklar va ayollar uchun mo'ljallangan turlari bor. Ya'ni quti ichidagi narsaning erkaklar uchun, ayollar uchun mo'ljallangan turlari bor ekan. Do'ppi. Ha. Qabul qilaylikmi? Ha? Demak, siz 3-bosqichning ikkinchi tarifiga birinchi javob variantini do'ppi deb berdingiz. Biz qabul qildik. Javob noto'g'ri. Deya olmaymiz. Javob to'g'ri edi. Marhamat, qutini ochamiz.
Undanda do'ppilar edi. Ha, ana. Bo'pti. Sizni tabriklayman. Rahmat. Siz to'g'ri javobni berib, ko'rsatuv g'olibi bo'ldingiz. Marhamat, ko'rsatuv haqida fikrlar bo'lsa bildirishingiz mumkin. Ochilmaydimi? 3 bosqichdan iborat dedik yuqorida. Ham 3 qiziq edi-da. ochildi shuning uchun. Qiziq edi-da, ochib ko'rsak bo'lmaydi. Tomoshabinlar. Ko'rsatuvdan keyin ochib ko'rasiz. Bo'pti. Ko'rsatuv menga juda ham yoqdi. Nima deydi? O'ylashga, odamni fikrlashga yaxshi ma'noda majbur qiladigan, odamni nima deydi, qiziqtiradigan, savollar juda zo'r. Nimalar, qutini ichidagi narsalar juda o'ylanib topilgan narsalar. Masalan, menga eng yoqqani shu nima bo'ldi? Kosada. Masalan, o'sha oshxonada ishlatiladigan desa, birinchi xayolga pichoq keladi-da. Lekin nimagadir pichoq tanlamagansizlar. Shu birinchi esga keladigan narsalarni tanlamagansizlar. Lekin biz baribir topdik, harakat qildik. Menga juda ham ma'qul. Umumiy olganda ko'rsatuv ijodkorlariga nima deydi? Rivojlar tilaymiz. Bardavom bo'lsin. Ko'rsatuv juda ham yoqdi, rostdan ham yoqdi. Men o'ylaymanki, yana chaqirsangiz keyingi ko'rsatuvlarda yana kelaman. Men aytdim-ku, sovg'ani olib ketaman. Yo, asli sovg'a uchun kelmadik. Bu nima deydi? Bir ko'ngil nima deydi? O'zimiz uchun bir maza qilib, tomoshabinlar menimcha zeriktirib qo'yma degan sizlarni ham. Sizlar zerikmanglar deb tezroq topdim-da. Bo'lmasa kechroq topardim. Lekin mayli, avvalambor taklif uchun rahmat. Ko'rsatuv ijodkorlariga minnatdorchilik bildiraman. Taklif uchun yana bir bor rahmat. Menga yoqdi, zo'r ko'rsatuv. Ko'z tegmasin. Fikrlar uchun rahmat. Ana endi hayajonli daqiqalar. Ko'rsatuvimiz tomonidan siz uchun maxsus tayyorlangan sovg'amizni qabul qiling. Marhamat. Rahmat. 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 Shu joyda endi sizga savollar beramiz. Savollarga qisqa va lo'nda javob berasiz. To'g'ri ovqatlanishga qay darajada rioya qilasiz? Rioya qilasizmi aslida? Yo'q, shu rioya qilish kerak. Hayotdan olgan sabog'ingiz nima? Hayotdan olgan saboq? Oq qorani bildik-da. Bir paytlar ota-onam bor edi. Hozir yo'q shular. Borida qadrlash kerakligini bildim. Sog'inaman ularni. Hayot ko'p narsa berdi. Bundan nolimayman, Allohga shukr. Bir yigitga nima kerak bo'lsa, shuni berdi. Nimadan huzurlanasiz? Bolalarim bilan o'ynasam. Keyin musiqa. Eng katta chalib, o'zim uchun xirgoyi qilsam, shu huzur qilaman. Eng katta yaxshilikni kimdan ko'rgansiz? Ota-onamdan, yaqinlarimdan. Sizni odamlar qanday inson deb bilishadi, lekin aslida siz qanday insonsiz? Bilmadim, lekin odam o'zini o'zi baho bera olmaydi. Albatta chetdagilar biladi qanaqaligingizni, lekin endi bilmadim. Hech bir odam men yaxshiman demasa kerak. Endi qo'ldan kelguncha yaxshilik qilamiz, lekin shuni bilaman. Sizga otilgan toshlardan qanday himoyalanasiz? Juda ta'sirchanman. Lekin otamning bitta gapi bor edi. Har bir narsaga e'tibor beraversang, bo'lar bo'lmas narsaga uzoqqa bora olmaysan. E'tibor berma, o'tib ketadi. E'tibor bermaslikka harakat qilaman, lekin tez ta'sirchanman-da xullas. Lekin kechirimliman. Yaxshi.
san'atni bir uy, ya'ni xona deb ataydigan bo'lsak, siz o'sha xonaga necha foiz kira oldim va shu xonaning qayeridaman deb hisoblaysiz? San'atni. San'atni. Ha, endi san'at avvalambor Alloh tarafdan yuqishi kerak har bir odamga. Men bir narsa deyishim qiyin, lekin shu yo'lda men deya olaman. Zo'rman deya olmayman, lekin shu yo'ldaligim uchun ham xursandman. Endi qanchalik urindaman, uni ko'rganlar, bilganlar sekin o'zi biladi. Men harakatdaman-da, xullas, to'xtaganim yo'q, shuni bilaman. Yaxshi. Sizni kim o'z izmiga yurgiza oladi? Endi men aka-ukalarim bor. Shular. Kenja ukam bor. U aniq shu eshitaman shuni, lekin. Keyin ayolim. Vujudingizda nechta inson yashaydi? Endi aktyor sifatida to'g'ri, aktyor sifatida bir nechta qiyofaga kirib, masalan, kuzatganlar bo'lsa biladi. Lekin bitta o'zimman, menimcha men Demak, vujudingizda o'zim bo'lsam kerak. bitta inson. O'zingizga 10 ballik tizimdan necha baho qo'ya olasiz? Yo'q, men o'zimga hech qanaqa baho qo'ya olmayman. Men qo'ya olmayman, bilmadim. Chunki qanday qilib men o'zimga o'zim baho bera olmayman. Xo'p, Yaratganni o'zi avvalambor, keyin bilganlar. Boshqalar baho berishi mumkin, men o'zimga o'zim baho bera olmayman. xo'p. Javoblar uchun rahmat. Shu joyda sizdan qo'shiq tinglaymiz. Demak, Jumboqli quti sahnasida lirik chekinish. Marhamat. मेरा जूता है जापानी ये पगलूम इंग्लिस्तानी सर पे लाल तो फिर रूसी फिर बेदिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पगलूम इंग्लिस्तानी सर पे लाल तो फिर रूसी फिर बेदिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी Ijro uchun, tashrif uchun tashakkur. Yana sizni Jumboqli quti ko'rsatuvida kutib qolamiz. Rahmat. Aziz muxlis, agarda sizda original fikrlar bo'lsa, bizga yo'llang. Biz buni albatta e'tiborga olamiz. Topqirlik mahoratingizni sinovdan o'tkazishni istasangiz, bizni shu vaqtda, shu manzilda kuzating. Yana Jumboqli quti ko'rsatuvi orqali ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Hammaga rahmat.